Nimaga IELTS speakingdan 8 olishim kerak, 8,5 olishim kerak degan talaba imtihonga kirib past ball oladi, lekin chill bo'lib, relax bo'lib, prosta imtihonga kirib chiqqan talaba o'zi kutganda ancha katta ball olib chiqadi. Bugun mana shu mavzu haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, Olimpiya o'yinlari. Ikkita chempionlikka da'vogar inson bor. Ikkalasini ham physical trainingga equally good, ikkalasida ham yaxshi. Ikkalasida ham motivation juda ham kuchli. Men yutaman degan nastroy bilan musobaqada qatnashyapti. Sizga savol. Qaysi biri yutadi? Mana ko'k futbolkadagi yutadimi yoki qizil futbolkadagi inson yutadimi? Bu juda ham qiziq savol. Men ilgari bu narsani tushunmaganimda mana bunaqa javob bergan bo'lardim. Qaysi biri ko'proq xohlasa o'sha inson yutadi. Chunki bizga nimani uqtirishadi? Agar bir nima o'xshamasa, demak xohlamabsan, yetarlicha xohlamabsan. Agar yetarlicha xohlaganingda senda o'xsherdi degan motivatsion gaplarni bizga uqtirishadi. Lekin bu aslida unday emas. Hozir sizga tushuntirib beraman. Qaysi biri yutadi degan savolingizga javob, qaysi biri yutishni o'ylamasa, o'sha inson yutadi ekan. Chunki men yutishim kerak, men speakingdan 8 olishim kerak, nima bo'lsa ham 8 olaman degan nastroy bilan imtihonga kiradigan odam yoki shunaqa nastroy bilan chempionatda qatnashayotgan inson juda ham kuchli qo'rquvga duch keladi. Agar yutqizib qo'ysam-chi, menga hozir hamma qarab turibdi. Agar sharmandam chiqib qolsa-chi, o'xshamasa-chi, esimdan chiqib qolsa-chi o'sha so'zlar degan doim miyasida men yutishim kerakni, psixologiyada har doim bitta narsani kuchli ushlab olsa, bitta narsani o'shani g'irt teskarisi to'g'ri bo'ladi. Men nima bo'lsa ham 8 olishim kerak, nima bo'lsa ham speakingim 8,5 chiqishi kerak deb qattiq o'sha narsaga attached bo'lib qolgan insonda xuddi shunaqa kuchga ega, energiyaga ega opposite tomoni bo'ladi. Va u opposite tomoni agar o'sha ballni olmasam nima bo'ladi degan qo'rquvlar. Endi bunaqa qo'rquv bilan imtihonga kirgan insonda qanaqa holat bo'ladi haqiqiy imtihon xonasida? Ekzaminator har bitta bergan savoliga уже konsentratsiya qila olmaydi. Nima uchun? Agar buni neyrobiologiyada tushuntirsak, bizda amigdala degan qismi bor miyamizda, bu eski miyamizning qismi. Tushunishingiz uchun mana insoniyat yaralgandan beri bizni miyamiz har doim evolyutsiya bo'lgan, rivojlangan. Masalan, hozir ChatGPT chiqdi, sun'iy intellekt chiqdi, bular ham albatta ta'sir qiladi. Lekin mavzu nima haqida? Bizda eski miyamiz bor va yangi miyamiz bor. Sinash uchun sizga savol. Biz supermarketga kirganimizda spisk qilib olamiz, to'g'rimi? List qilib olamiz. Go'sht olishim kerak, non olishim kerak, hamma narsani olamizda, kassaga kelganimizdan keyin bizga umuman kerak emas bo'lgan narsalarni o'ylaymiz. Voy, men buni ham olsam bo'lar ekan, voy, men shokoladni ham olayim deb. Nimaga? Chunki prefrontal korteks, ya'ni miyamizni qarorlarga mas'ul bo'lgan qismi, bizani rostdan ham yuksalishimizga responsible bo'lgan qismi juda ham ko'p energiyani consume qiladi. Va u afsuski chegaralangan bo'ladi. Cheklangan limited powerga ega bo'ladi, energiyaga. Har kuni uyg'onganimizda batareyamiz 100% bo'ladi. Agar yaxshi uxlagan bo'lsak, fonoviy stressni ham inobatga olish kerak, lekin bu narsani ishlab turganimizdan keyin qancha ko'p qaror qabul qiladigan bo'lsak, shunchalik batareya o'tiradi. Va shopping nimasi misoli bu narsani yaqqol example hisoblanadi. Shoppingga misoli. Oldik, oxirida kerak emas bu o'zi nimaga sotib oldim? Chunki prefrontal korteks charchagan. Va biz hozirda amigdala, eski limbic system orqali biz qaror qabul qilayotgan bo'lamiz. Xuddi shu kabi biz miyamizni, prefrontal korteksni biz ishlatib qo'ysak, voy nima bo'ladi? Agar olmasam sharmandam chiqadi, gap eshitaman, unaqa bo'ladi. Hali u narsa bo'lgani yo'q. Hali imtihonga kirganingiz ham yo'q. Hali ekzaminator sizga savol ham bergani yo'q. Siz bu yoqda miyangizda polностью bu 100% speculation bo'lyapti. Sizni guesslaringiz, sizni taxminlaringiz, sizni qo'rquvlaringiz bu narsa. Bu hali reality emas. Prefrontal korteks charchab qolgan, amigdala polностью qaror qabul qilishni o'z qo'liga olgan bo'ladi. Amigdala uyg'ongan mahal prefrontal korteks sizni aqlli qismingiz o'chib qolar ekan. Ham amigdala, ham prefrontal korteks birga ishlamaydi. Keyin yana bitta sizga misol. Faqat yutish haqida o'ylaydigan inson slishkom одержимый bo'ladi, detached bo'ladi. Men nima bo'lsa ham yutishim kerak. Men har doim sevib studentlarimga, talabalarimga beradigan misolim bu Habib Nurmagomedov hisoblanadi. Uni intervyularini ko'rganimda o'zimga juda ham ko'p insightlar olganman. Biz bilamizki, Habib sportsmen bir marta ham yutqizmagan ekan.
intervyularda mana yutqizmasligingni siri nimada, har doim tinmasdan yutishingni qanaqadir sekretda bormi deb so'rashganda, u aytgan ekan, men bilaman, natija menga bog'liq emas deb. Bu mindset men uchun juda ham go'zal mindset hisoblanadi. Agar biz постоянно to'xtamasdan o'ylaversak, nima bo'lsa ham yutishim kerak, natija xuddiki bizning qo'limizda 100% hamma narsani kontrol qila olamiz. Biz bu narsa ustida obsess bo'lib qolamiz. Miyamiz, prefrontal korteks umuman покинул chat bo'ladi. Amigdala полностью, limbic system ishlayapti. Biz faqat shuni o'ylayapmiz. Endi qo'rqayotgan odamga qo'rqma desangiz ishlamaydi, bilasizmi? Baqirayotgan odamga baqirma desangiz, siqilayotgan odamga siqilma desangiz ishlamaydi. Nimaga? Chunki u yoqda miyamizning sog'lom qismi, mantiqiy qismi hali ishlamayapti. Sog'lom qismi qachon ishlaydi? Oldin nervinch tiqib olgandan keyin, siqilib olgandan keyin, qo'rqib olgandan keyin, u narsani projit qilgandan keyin, yashagandan keyin sog'lom qismi, bo'ldi mana, siqilib oldingmi? Baqirib oldingmi deydida, keyin u ishlashni boshlaydi. Biz sразу nima xohlaymiz? Bu siqilmasa, biz siqilmay qolishni xohlaymiz. Yo'q, qo'rqma, way speaking not. Bu qo'rqma degandan keyin talaba qo'rqmay qoladi. Bu bunaqa ishlamaydi. Agar biz miyani neyroanatomiyani o'rganadigan bo'lsak, biz nimani tushunamiz? Bunaqa ishlamaydi. That's not how it works. Okay? That's not how it works. Agar sizga miyani o'rganish, qanaqa o'zi ishlaydi, qanaqa qilib akademik pressurelardan, akademik mana shu stresslardan qutulish, demak o'zi imtihondan oldin biz qo'rqamiz va qanaqa qilib bu qo'rquvlardan xalos bo'lish mumkin, nimaga miyamiz shunaqa ishlaydi kabi mavzular sizga qiziq bo'lsa va hozirda IELTS ga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, unda men sizlarga 8 ta qadam orqali +2 ballga chiqish tizimini o'ylab chiqqanman va shu haqida darslik tayyorlaganman. Va hozir sizda ekranda o'sha darslikka link chiqadi. Uni ustiga bosing va o'ting, videoni oxirigacha ko'ring va albatta videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin qaysi qadamni siz amalda ishlatib ko'rmoqchisiz. O'qishlaringizga omad tilab qolaman.